Mazangiz yaxshimi Temur aka? Shukr, rahmat. Aka, bizda ish nima bo'layapti Temur aka? Shu hali tergov qilib tekshiruv harakatlari davom etyapti. Shu nimasi ularni chaqirdim. Xo'p. Butun Sherobodliklarni ishlagan odamlarni chaqirdim. Xo'p. Shu kattalar bilan gaplashdim. Mana Toshkentda kim Manukmi Vardanyan Gaga degani bilan gaplashdim. Manuk Gaga. Xo'p. Shular bilan gaplashdim. Endi tegishlicha qaror qilamiz. Qaror qabul qonuniy ko'ramiz. Aka, Temur aka, bitta narsa aka, hamma musulmon aka Xudo deydi. Kecha bularni olib boribsiz, meni olib bormabsiz aka. Kimda? Bularni hammasini olib boribsiz. Bu Boyquvvat Ulug'bekni ham olib borgansiz. Bu G'amburliklarni ham olib kelgansiz, meni olib bormabsiz. Bularni o'zi bilan tergov qilgansiz aka. Keyin aka, birinchi navbatga meni ham olib borishingiz kerak edi aka. Menga aql o'rgatding yana sen, ha? Yo'q, ha, endi yo'q, ha. Nimaga отдельно tergov qilyapsiz Temur aka? Men yuzlashtirish vakolatim yo'q. Yo'q, vakolatingiz bor. Yuzlashtirish vakolati sudda bo'ladi. Endi aka bitta narsa. Sen uka, yozgin yana ustimdan. Yo'q, ha. Sen meni yozgin. Nima? Ko'rsataman qanday qonunda qanday kuchi borligi. Nima qilish kerak Temur aka? Men o'zimda haq huquqimni bilaman. O'zimda haq huquqimni bilaman, tushundingmi? Bular nima qilayotgan bo'lsam qonuniy qilyapman. Yo'q-a? Ha, qonuniy qilyapman. Yo'q deb menga savol berma. Sen savolni borib boshqa kishiga berasan. Tushundingmi ukajon? Telefon qilmagin bo'lmasa menga. Ha. Telefon qilsam ko'tarmading-ku. Ulug'bek aytayapti. Ulug'bek aytayapti, ular deydi ichki holatiga olib kirit. Telefon qilma. Ichki holatiga tergov qilyapti deydi, ichki holatiga kiritib deyapti. Ukajon, menga telefon qilmagin ukajon. Sen bilan urishib kallang garang qilmoqchi emasman. Yo'q, ha. Ishimni qilaman. Aka, qonuniy ishingizni qiling, biz ham onasini. Menga telefon qildim, meni mazam yo'q uka. Aka, mazam qochyapti. Yo'q, ha, Xalq bankidan mana uyimga odam kelib o'tibdi aka. Sizga telefon qilgandir rais, nomeringizni berdim. Ukajon, bu o'zingda problema. Ukajon, men murojaatingda qonuniy hal qilib ko'raman uka. Yo'q, ha, nima? Ichgan odamni qanday tergov qilasiz, olib borib aka? Qanday ichgan? Kecha bu Hamid degani ham ichib olgan deyapti. Elmurodov ixtiyor ichib olgan deydi. Asqar ichib olgan deydi. Olib borib deydi, tergov qildi deyapti. Kim sen ko'rdingmi? Yo'q, ha, men ko'rganim yo'q, Ulug'bek aytayapti. Ko'rmasang nima qilasan gap? Yo'q, ha, Ulug'bek aytayapti aka. Sen Ulug'bekni nima qilasan? Sen arizachi-ku. Yo'q, ha, aka, bu ham kuyib o'tiribdi-ku, bu ham ishlagan puli bor-ku aka. Yo'q, mayli. U ariza yozmaganmi? Temur aka, qarang. Temur aka. Ukajonim, men adelda bo'laman, kelasan gaplashamiz. Yo'q, hamma arzaga qo'shimcha qilmoqchiman, bir ikki narsa qolib ketibdi.